Suv hayot manbai. U tabiatning bebaho ne'matidir. Inson hayoti, yer hosildorligi, tabiiy go'zalliklar barchasi suvga bog'liq. 22-mart butun jahon suv kuni. Bu sana suv resurslarini avaylash va muhofaza qilish muhimligini eslatadi. Suv inson sivilizatsiyasining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Yurtimizda suvni tejash, undan oqilona foydalanish, zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Tomchilatib sug'orish, irrigatsiya tizimlari va ekologik tashabbuslar kelajak uchun xizmat qilmoqda. Suvdan tejamkor va oqilona foydalanish har bir ekologik loyihaning asosidir. Shu ma'noda Yashil loyihalash instituti davlat muassasasi yashil bog'lar, o'rmon xo'jaliklari, tabiiy hududlar va yashil qoplamalarni loyihalashda suv resurslarini oqilona boshqarishga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlarni tatbiq etmoqda. Suvni avaylashga yosh avlodni jalb etish ekologik madaniyatni shakllantirishning muhim qadamidir. Mehr, e'tibor va mas'uliyat biz o'rgatadigan eng muhim saboqlardir. Yashil loyiha tabiat va suvni tejashda yechimlar yaratadi. Uning har bir loyihasida suvdan oqilona foydalanish, ekologik yondashuv va kelajak avlod uchun mas'uliyat bor. Suv bu hayot manbai. Uni tejaylik. Axir kelajak uchun ekologik toza suvni yetkazib berishda biz mas'ulmiz. 22-mart butun jahon suvni asrash kuni. Suvni asraylik, uni tejaylik, isrof qilmaylik. Yashil loyihalash instituti ekologik hayot tarziga bag'ishlangan zamonaviy yondashuvlar markazi.